Nega bolalar boshlarida ataylab devorga, yerga va boshqa narsalarga urishadi? Kalla qo'yishadi. Bolalar 1 minutda 60 marotabagacha kalla qo'yishlari mumkin. Ataylab kalla qo'yish 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida ko'p uchraydi. Kalla qo'yish 100 ta boladan 10 tasida kuzatiladi, ya'ni uchrash foizi 10%. O'g'il bolalar qiz bolalarga qaraganda 3 marotaba ko'proq kasallanishadi. Nega bolalar kalla qo'yishadi? Odatda xitri, qo'pol qilib aytganda, pismiq bolalar ko'p kalla qo'yishadi. Bola asabiylashganda, ota-onasi bolaning aytganini qilmaganda kalla qo'yishni boshlaydi va kalla qo'yayotgan vaqtda bilintirmasdan ota-onasini kuzatadi. Agar ota-onasi bolaning oldiga yugurib kelib, bolaning aytganini qilsa, bola bu holat yaxshiligini, agar kalla qo'yishni davom ettirsa, ota-onasi uning aytganini qilishligini bilib oladi. Normada ham kalla qo'yish mumkin. Kalla qo'yish boladagi muvozanat markazlarini yaxshi shakllantiradi va bolaga tinchlantiruvchi effekt ta'sir ko'rsatadi. Bola o'ziga zarar yetkazadigan darajada qattiq kalla qo'ymaydi, ya'ni bola o'zini ehtiyot qilishni biladi. 97% kalla qo'yadigan bolalarda hech qanday kasallik aniqlanmaydi. Kalla qo'yish 3 yoshdan keyin ham kuzatiladigan bo'lsa, shifokorga ko'rsatish shart.